Inson 3 ta kunda bo'ladi. Kechagi kun, bugungi kun, ertangi kun. Demak, o'tmish haqida gaplashdik. O'tgan kunni esdan chiqar, xulosasini ol, uni unut. Ikkinchisi, seni kuning bugungi kun. Ertangi kun ham emas, kechagi kun ham emas, ayni bugungi kun seni kuning. Sen bugun borsan, bugun yasha. Agar tong ottirgan bo'lsang, kechki vaqtni kutma. Bugungi kuning bilan yasha. Yaxshi yomoni bilan o'tib ketgan kechagi kun bilan emas. Hali kelmagan ertangi kun bilan emas. Ayni bugungi kuning bilan yashagin. Chunki kechagi kun o'tdi, ketdi, endi u yo'q. Ertangi kun hali kelmadi, u ham yo'q. Demak, sen bugun borsan, bugungi kun seni kuning hisoblanadi. Ustingda bugungi kunning quyoshi porlab turibdi. Ustingda bugungi kunning yorug'i turibdi. Sen bugun yashayapsan. Seni umring shu kungi umr. Bugun borsan, ertaga Alloh biladi. Bormisan, yo'qmisan? Buni bila olmaysan. Shuning uchun bugun tug'ilib, bugun yashab, bugun o'ladigan insondek amal qilib qolishlik kerak. Chunki ertaga deb bo'lmaydi. Birodalar, ertaga degan gap bor yoshlarda. Ertadan Xudo xolasa turnir tortinaman. Ertadan yuguraman. Ertadan mashqqa qatnayman. Ertadan yo dushanbadan. Birodar, bir hikmatli so'z bor. Ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang, bu yo'l seni hech qayer degan mamlakatga olib borib qo'yadi. O'zi 90% o'shadamiz hammamiz, to'g'rimi? Ertadan Qur'onni boshlayman. Ertadan zikrni boshlayman. Ertadan zalga chiqib yugurishni boshlayman. Qachondan? Eng qiyin ish, birodarlar, eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. Birovni bir ishga buyurish, uni nazorat qilish, qil deyish oson. Ammo sizni ham kimdir boshqarsa oson itoat qilasiz. Ammo o'zingizni boshqarishga nima qilmaysiz? Toqatingiz yetmaydi. Qachondan? Ertadan. Mana qori bolalarimiz Qur'onga o'tib beryapti. Bugungi qorakamiz o'tgan yilgi qorakani mehnatidan foyda olyapti. Tushunarlimi? Demak, jismonan sog'lom bir odam o'tiribdi, figuralari tekis, hamma yo'g'i o'rnida. Bugun shu figura bilan o'tiribdi, chunki kechagi shu yigit mehnat qilib qo'ygandi bugungi mehnatga. Kechagi rahmatulloh ishlab qo'ydi, bugungi rahmatulloh uni mazasini totadi. Bugungi rahmatulloh kechagi rahmatullohning mehnatini huzurini totyapti. Tushunyapsizlarmi? O'tgan yilgi masjidimizning jamoati mehnat qilgan ekan, bu yilgi masjidimizning jamoati mana masjidda o'tiribdi. Keyingi yildan boshlaymiz deganimizda nima bo'lardi, domla? Bo'lmasida Ramazon kelmasdan boshladik. Shuninglar birodarlar, ertaga degan yo'lni tanlasangiz, bu yo'l sizni hech qayer degan davlatga olib borib qo'yadi. Birodar, tushuning, sizni tashqaridan kelib birov tuzatib qo'ymaydi. Sizni birov tashqaridan kelib tuzatib qo'ymaydi. Eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. O'zi qoida borki, har qanday toatning avvaligina mashaqqat. Har qanday ibodatning faqatgina avvali mashaqqat, keyin oddiy bo'lib qoladi. Mana bugun roza tutdik. Kimdir obedgacha qiylandi, kimdir asrda qiylandi. 3 kun, 4 kun, 5 kun bo'ladi qiyinchilik. Keyin nima bo'ladi? Oddiy bo'lib qoladi. Xullas, ukalar, yoshligida mehnat qilib qo'yinglar. O'rta yoshga yetganda huzur halovat, qaraganda yetganda rohatga chiqishlik uchun. Agar ukalar hozir rohat degan narsadan foydalanib qo'ysalar, mehnat mashaqqat qaraganinglarga qoladi. O'shuning uchun eskilarning duosi bor. Omi sodda odamlarni yoshligimdan bergan mehnatni qaraganimda bergin. Bugun, hozirdan boshlab. Bo'ladimi shuna qilsa? Shuning uchun shu kunda tug'ilib, shu kunni o'zida vafot etadigan odamdek amal qilishlik kerak. Agar shunday qila olsang, birodar, hayoting o'tmishning xavotir va g'am qayg'ularida o'rlashib qolmaydi. Agar shunday qila olsang, kelajakning qo'rquv xavotirlaridan omonda bo'lasan. Shuning uchun bugungi kun bilan ovora bo'l.
hamma g'aming, e'tiboring, o'y-fikrlaring mana shu kun uchun bo'lsin. Chunki bugun borsan, ertaga yo'qsan. Bugungi kuningda xushuli namozni, tadabburli tilovatni, qalb unda hozir bo'lgan zikrni, borliq haqidagi tafakkurni, ishlaringdagi tartib-intizomni, go'zal axloqni, kuningga rozilikni, tashqi ko'rinishingga e'tiborni va boshqalarga foydali inson bo'lishlikni qoyim qilib qo'y. Ertaga dema, bugun qil. Bugun, ayni bugun shu narsalar bilan ovora bo'l, chunki ertangi kun senga kelmay qolishligi mumkin. Ertaga qoldirma. Sen yashab turgan kuning bugungi kun. Uni soatlarga bo'lgin. Ana shu soatlarini yillarga aylantirgin, daqiqalarni oylarga aylantirgin, soniyalarni kunlarga aylantirgin. Shunda barakat topasan. Shunda kuning qanchalar uzunligini, vaqting qancha ko'pligini qadriga yetasan. Bugungi kunda har bir lahzasida yaxshilik urg'ularni ekib olgin. Go'zal amallarga intilgin, gunohlarga mag'firat so'rab olgin. Shu kunda Robbingni zikr qil, ketishga tayyorgarlik qilib olgin. Shunda sen solih amallar bilan o'tayotgan kuningdan xursand bo'lasan, quvonasan, baxtli bo'lasan. Shunda sen uy joyingdan, ayolingdan rozi bo'lasan, farzandlaringdan rozi bo'lasan, topayotgan daromadingdan rozi bo'lasan, kasbi koringdan rozi bo'lasan, demak baxtli bo'lasan. Chunki birodarlar, baxt bu rozilik demakdir. Astagfirullah. Fakhudh ma ataytuka wa kun minash shakirin. Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, bas senga ato etgan narsamni olgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Agar shunday bo'lsang, birodar, bugungi kuningni qo'rquvsiz, xavotirsiz o'tkazasan. Gina kuduratsiz, hasad va riyosiz o'tkazasan. Chunki ertangi kun kelmay qolishligi mumkin. Sen qalbingni to'g'risiga bir qator gap yozib qo'yishing kerak. Seni kuning faqatgina mana shu kuning. Ertangi kun emas, kechagi kun emas, ayni bugungi kuning. Mana shu gapni birodarlar, ertalab turib, ko'zimiz birinchi tushadigan joyga katta qilib qizil harflar bilan yozib qo'yishimiz kerak. Bugungi kun meni kunim. Bugungi kunim bilan yashayman. Birodar, bugun issiq, yumshoq, mazali nonni yeding. Kecha qattiq po'panak non yegan eding. Endi bugungi issiq noningni kechagi po'panak non bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yoki ertaga keladigan qattiq non bugungi yeyotgan noningni bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yo'q. Agar bugun zilol, tiniq va mazali suvni ichayotgan bo'lsang, nima sababdan kechagi ichayotgan loyqa suvingga qayg'urishing kerak? Kechagi kun zarar ko'rding, ketdi. Bugun foyda qilding-ku. Agar birodarlar mana shu tasavvurni, mana shu o'lchov tushunchani qalbimizda mahkam o'rnashtirib olsak, siz bilan bizni shiorimiz mana shu bo'ladi. Bugungi kunim bilan yashayman. Bugun tinchman, bugun sog'man, bugun boshimda tomim bor, bugun qornim to'q, bugun oyoq qo'lim ishlayapti. Alhamdulillahi robbil alamin. Eng baxtli odam menman. O'tib ketgan kechagi kun bilan emas, hali kelmagan ertangi kun bilan emas, shu kun bilan. Shunda bugungi kuningizni har bitta lahzasini g'animat deb bilasiz, birodar. Shunda o'zingizni yuksaltirishga, amallarni ko'paytirishlikka va ularni xolis bo'lishiga haris bo'lib qolasiz, birodar. Shunda aytasanki, faqatgina pokiza so'zlarni gapiraman. Lag'u behuda so'zlarni tark qilaman, fahsh so'zlardan uzoq bo'laman, so'kinish, g'iybatlardan, namimalardan uzoq bo'laman. Bugun hamma ishimni tartibga keltiraman. Palapartishlik yo'q, eplamachilik yo'q, ko'zbo'yamachilik yo'q. Kitoblarimni tartibga keltiraman, ish stolimni tartibga keltiraman, xonam, ishxonam hammasi tartibli bo'ladi. Usti boshimga qarayman, so'zlarimni, harakatlarimni tartibga keltiraman. Alloh yaxshi ko'rgandek go'zal bo'laman. Bugun Robbimga bo'lgan itoatda g'ayrat ko'rsataman. Namozimni eng komil suratda ado qilishga harakat qilaman. Nafil amallarni bajarishga, Qur'onimni go'zal tilovat qilishga, kitob mutolaa qilishga, vaqtimdan unumli foyda olishga harakat qilaman. Bugun qalbimda yomonlik, bug'zi adovat, kibri havo, hasad va yomonlik gumonlarni, tomirlarni sug'urib tashlayman. Bugungi kunim bilan yashayman. Odamlarga yaxshilik ulashaman, kasal ziyorat qilaman, janozaga qatnashaman, adashganga yo'l ko'rsataman, mazlumni yonida turaman, och qolganga ovqat beraman, olimni hurmat qilaman,
yetimga shafqat qilaman. Bugun. Ey kechagi kun. Quyoshing botib yo'q bo'lib ketgandek sen ham yo'qsan. Sen bilan ovora bo'lib bugungi kunimni boy bermayman. Chunki sen bizni tark qilib ketding, endi hech qachon qaytmaysan. Ey ertangi kun. Sen hali yo'qsan. Sen g'ayb olamidasan. Shuning uchun sen bilan ovora bo'lmayman. Ertangi kun hali hech narsa emas. U yaratilgani yo'q. U hali zikr qilinadigan narsa ham emas. Ey inson, sen kechagi kunning odami ham emassan, ertangi kunning ham odami emassan. Sen bugunning odamisan. Seni kuning bugungi kuning. Hayotingni birodar eng yaxshi va eng go'zal suratda o'tkazishni xohlaydigan bo'lsang, saodat qomusining eng go'zal iborasidan foydalan. Bu ibora seni kuning. Agar siz bilan biz jiddiy fikr qiladigan bo'lsak, rostmana o'ylanib ko'radigan bo'lsak, kalladagi mayda-chuda g'am tashvishlarni, o'y fikrlarni chekkaga surib turib, rostmana fikr qilib ko'radigan bo'lsak, shukr qilishdan boshqa choramiz yo'qligini ko'ramiz ekan. Fikr qil, so'ngra shukr qil. Fikr qilsang, shukr qilishga yo'l ochiladi. Agar shukr qilsang, senga berilgan ne'matlar ziyoda bo'ladi. Bugun ikkinchi darsimiz. Saodatning ikkinchi sababi o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'tgan narsa o'tdi, ketdi. Insonni bugungi kunini ikkita narsa jahimga aylantiradi. Qaytaraman. Bugungi kuningizni ikkita narsa fasodga uchratadi. Birinchisi o'tmishni eslab, o'tmishga pushaymon yeyish. Ikkinchisi kelajak haqida qo'rqib, kelajak haqida xavotir qilishlik. Inson o'tmishini eslab siqilishi, uni yodga solib g'am qilishi bu g'irt ahmoqlik va tentaklikdir. Bunday qilish irodani o'ldirish degani, naqd bugungi kunni zoya qilish degani. Aqlli insonlar o'tmish papkasini yopadi, qayta ochmaydi. Uni unutishlik zindoniga berkitib tashlaydi. O'tmish ishlarni unutishadi. Uni arqonlar bilan mahkam bog'lab, beparvolik zindoniga uloqtirishadi. Uni ustiga tuproq tortiladi, unga hech qachon nur, yorug'lik yetmaydi. U yerdan hech qachon chiqmaydi, chunki o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'tgan ishlar uchun xafa bo'lish o'sha ishlarni orqaga qaytarib bermaydi, birodarlar. Siqilishlik u ishlar uchun uni tuzatib qo'ymaydi. G'am qilish uni isloh qilib bermaydi. Eslab qayg'urish bo'lsa, ularni tiriltirib bermaydi. Chunki endi u yo'q. Chunki o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'sh paytda gugurt olib qo'yganimda deydi. Qara deydi. O'sh paytda deydi, moncha zayimim bor edi deydi. O'sh paytda gugurt olib qo'yganimda mana munchaga ko'payardi ekan pulim. Endi o'tdi, ketdi, tamom. Musulmon odam uni ustiga unga yoqmaydigan biror bir hodisa, kor hol kelsa, musibat ustiga tushsa, bo'ldi endi, ish bitdi. Nima deydi? Qaddarallohu ma sha thumma fa'ala. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qildi va shuni amalga oshirdi. Demak, shunday bo'lish kerak ekan, shunday bo'ldi. Endi qabul qilamiz, rozi bo'lamiz, ajr olamiz. Chunki o'tgan ish o'tdi, ketdi. Birodar, sen ustingda o'tayotgan, sen kechirayotgan har bir kuning Allohning senga bergan hadiyasi, in'omi. Bu naq kuningni o'tmish haqidagi pushaymon va kelajak haqidagi xavotirlar bilan zoya qilmagin. O'tmishni yomon xotiralar ostida yashashlik bu aqldan emas. Yo'qlik soyabonida tayda qolishlik aqldan emas. O'tmish sharpalaridan o'zimizni qutqarishimiz kerak. O'tdi, ketdi. Nima? Sen birodar daryoni orqasiga qarab oqishini xohlaysanmi? Yoki quyoshni mashriqqa qaytib botishligini xohlaysanmi? Yoki yomg'ir tomchisini osmonga qaytib chiqib ketishini xohlaysanmi? Yoki ko'z yoshini qaytib ko'zga kirishini-yu, sutni ana shu sigirning yeliniga qaytishni xohlaysanmi? Sen o'tmishni eslab o'zingni g'amga, qayg'uga solayotganliging o'ta achinarli va qo'rqinchli holat. Chunki o'tmish bilan ovora bo'lsang, bugungi naq kuningni zoya qilib qo'yasan. O'tmish daftarini ochib, o'tirib olib o'qish, bugungi kunni zoya qilish. Kuch-quvvatni yo'q qilish u omonatga berilgan soatlarni behuda o'tkazishlik. Alloh azza va jalla o'tgan ummatlar haqida nima dedi?
Astagfirullah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat va lakum ma iktasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun. Alloh azza va jalla Qur'onda avval o'tgan ummatlarni zikr qilib aytdiki, ular o'tib ketgan kishilardir. O'tib ketgan ummatlardir. Ularning qilgan amallari o'zlari uchun. Sizlar amalinglar o'zinglar uchun. Va sizlar ular qilgan ishlardan mas'ul bo'lmaysizlar. Birodarlar, o'tgan kun o'tdi, ketdi. Tarixni g'ildiragini orqaga qaytarishlikni, orqaga aylantirishlikni keragi yo'q, iloji ham yo'q. Zamonning o'lib bo'lgan jussasini qabrini ochib, tiriltirishga urinma. O'tmishini eslab, uni takror g'am qilayotgan kishi xuddi unni yana qaytadan tegirmonga solayotgan odamga o'xshaydi. O'tmishni eslab, uni g'am qilayotgan odam xuddi to'ponni yana aralamoqchi bo'layotgan odamga o'xshaydi. Eshakka aytilar ekan, nimaga kavshanmaysan? Yolg'onni yomon ko'raman der ekan. Ya'ni chaynalib, yutib bo'lgan narsani qaytadan olib kelib yana chaynashni nima keragi bor? Musibatimiz nimada, birodarlar? Bugungi kunimizni isloh qilishlikni uddalay olmaganligimiz uchun o'tmishimiz bilan ovora bo'lib, o'tmishni gapirib o'tiramiz. 10 soat gapiring, 20 soat gapiring, o'tmishni gapirganligingiz sizga hech qanday foyda bermaydi. Ha, birodarlar, o'tmishni undan ibrat olishik uchun, undan o'zimizga va'z nasihat olishik uchun eslab qo'yishligimiz joiz. Ammo o'tmish bilan yashab bo'lmaydi-da. Bugungi kunimizdagi kamchiliklarni chiroyli suratda bir chekkaga surib qo'yib turib, o'tmishimizning vayronalari bilan ovoramiz. O'tmish kimning ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bas bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Chiroyli gap ekanmi? O'tmish kimning ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Faqat o'tmishini g'ami bilan, o'tmishini eslab siqilib o'tirgan odam kelajakka bir qadam qo'ya olmaydi degani. Ma'qulmi? Shunaqa odamlar bor albatta oramizda. Shikoyat qilaveradi. Menga anaqa qilib bermagansizlar o'shunda, menga mana qilib bermagansizlar o'sha paytda. Ha, bo'ldi, endi o'tib ketdi, gapiraverasan bu narsani. Yana o'tmish haqida yana bir ajib gap. Kim o'tmishga qaytaveradi? Kim o'tmishni eslaveradi? Bugungi kunida quvonchni topmagan inson o'tmishiga takror qaytaveradi. Bugungi kunida yaxshilikni topa olmayaptimi? Bugungi yashayotgan kunda xayriyatni ko'ra olmayaptimi? Xayriyati yo'qmi? Shu odam o'tmishni eslaveradi. Ma'qulmi? Avvallari yaxshi edi. Shakar 78 tiyin edi. Gugut 1 tiyin edi. Hech kim bekor emas edi. Hammani oyligi bor edi. Hozirchi? Hozir nima? Hamma bekarchimi? Birodar, bugungi kuningni qara-da. Sen mana shu Sovet davrini eslayotgan bo'lsang, u paytda masjidlar bunaqa emas edi. Hajga umraganda, xohlagan paytda borganda bora olmas edi. Nikoh o'qigani, janoza o'qigani, Qur'on o'qib, pato o'qib qilgani odam topilmas edi. Bugungi kuningdagi yaxshiliklarni qaraganda, avvalgi davridagi yaxshilikdan ko'ra ko'proq narsa bor. Demak, bugungi kunida xursandchilikni, quvonchni topa olmagan inson o'tmishiga qaytaverar ekan. Siz o'zingizdan so'rang-da. Siz qaysi toifadansiz? Insu jin avvalgi oxiri hammasi yig'ilib jamlansa ham o'tmishni ortga qaytara olmaydi. Bu amri mahol ish. Bu ayni haqiqat. Chunki odamlar, birodarlar, orqaga yurmaydi, oldiga yuradi. Shamol oldiga esadi. Suv orqaga qarab oqmaydi. Karvon oldinga qarab yuradi. Bu Alloh taoloning bu borliqqa qo'ygan sunnati. Hayotni sunnatiga birodar teskari yurma, oldinga qarab yur. Mashinada ketayotganda ham odam laboyga qarab ketadi, yo orqaga qarab yuradimi? Hadeb orqaga o'giravergan odam yurib ketar ekan, qoqilib, yiqilib ketishi xavfi bor. Agar o'tmishing seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa, demak u hali sen uchun o'tib tugamabdi. Agar o'tmish seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa, demak o'tmish sen uchun tugamabdi. O'tmishni doim eslab o'zing bilan birga olib yurishlik sen uchun og'ir yuk hisoblanadi.
Ya'ni ikkala qo'ling ham o'sha bilan band. Endi bugungi kun uchun o'tmishni tashlasang, yuking yengil bo'ladi va ikkala qo'ling kelajak uchun, bugungi kun uchun bo'shaydi. Ha birodarlar, bir yo'li unutib olishlik, esdan chiqarib olishlik degani emas bu. Chunki o'tmishini unutganlar yana shu o'tmishga takror kirib qolishlari ehtimoli bor. Hayotida qilib o'tgan xatolarni bir eslab tursa, kelajakda shu xatolarni qilmaslikka imkon bo'ladi. Ammo umuman eslamay qo'ysa, o'sha takrorlab qolishi mumkin xatolarini, eski xatolarini. Faqat o'tgan ishlardan ibrat olinadi, xulosalar olinadi, tajriba orttiriladi, tamom. O'tmish bilan yashalmaydi. Chunki o'tmish o'tdi. Insoniyat yaralgandan beri inson zotini qiziqtirib keladi. Taqdirda nima bo'lishligi, ertaga uni nima kutayotganligini bilishni xohlash. Alloh azza va jalla o'zini huzurida qoldirib qo'ydi 5 ta ilmi. Innalloha indahu ilmus sa'a va yunazzilul g'ayth va ya'lamu ma fil arham va ma tadri nafsun madha taksibu g'ada va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mana shu 5 ta ilmni Alloh taolo o'zini huzuriga qoldirdi. Na bir muqarrab farishtaga ham, na bir ulug' anbiyoga ham bu narsani bildirmadi. Qazoi qadar. Agar o'sha paytda mana qilganimda, hozir mana bo'lmas edi. O'sha paytda bunday qilganimda, undoq bo'lmas edi. Qazo va qadar. Astagfirullah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika alallohi yasir. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas. Magar yetsa, biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda bo'lar. Bu Allohga osondir. Ustinglarga nima musibat kelgan bo'lsa, yerga qanaqa musibat kelgan bo'lsa, shu musibat kelmasdan avval taqdirga yozib qo'yilgan. Sizlar buni hech narsa qila olmaysizlar. Hukm aytildi, taqdir bitildi, qalam ko'tarildi, sahifa quridi, tamom, ish bitdi. Bizi ustimizga birodarlar, Alloh taqdirga yozgandan oshchasi ham kelmaydi, kami ham kelmaydi. Mana shu iymoningiz komil bo'ladigan bo'lsa, mana shu e'tiqod qalbingizda mustahkam o'rnashgan bo'lsa, dollar nech pul bo'lishi sizni qiziqtirmaydi. Endi nima bo'larki? Kursga qara. Ha nima bo'lardi? Allohda aytgani bo'ladi. 70 so'mdan benzin quyib yuribmiz. 70 so'mdan benzin quyib yuribmiz, birodarlar. Yana benzin qimmatlagan sari katta объемli mashinalarni minyapsizlar. Jiblarda qaranglar ko'payganini. Alloh seni shu mashinani minishini peshinangga yozganmi, o'sha benzinga yarasha pulni ham beradi. Ma'qulmisan? Qazo va qadar. Qadar degani belgilash degani, taqsimlash degani. Qado degani ana shu belgilangan narsani amalga oshirish degani. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Albatta biz har bitta narsani taqdir bilan, o'lchov bilan aniq yozib qo'yganmiz. Qancha nafas olasan, qancha ovqat yeysan, qancha suv ichasan, hamma narsa hal qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana ana shu taqdiri azal bitilishligi haqida aytgan hadisida shunday dedilar. Alloh avval qalamni yaratdi va unga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Alloh taolo qalamga dedi, to qiyomat qoyim bo'lgunicha bo'ladigan hamma narsalarning miqdorlarini yozgin. Fajaral qalamu fi tilka sa'a. Ana shu soatda qalam yozishni boshladi. Qalam yozib bo'lib ishini bitirganidan keyin 50 ming yil o'tib osmonlar va yer yaraldi. Taqdir bitilgan paytda hali osmon ham yo'q edi, yer ham yo'q edi, biz ham yo'q edik. Seni birodar boshingga tushgan narsa adashib boshqa yoqqa ketmaydi. Seni qo'lingga kelgan narsa adashib yana boshqa yoqqa ketmaydi. Ya'ni sen uchun yozib qo'yilgan narsa albatta senga keladi, senga yozilmagan narsa albatta senga kelmaydi. Agar mana shunday ishonch, e'tiqod qalbingda mustahkam o'rnashsa, tub-tubingga mana shu tushuncha o'rnashadigan bo'lsa, hayoting zo'r bo'lib qoladi. Musibatlar sen uchun Allohning hadiyasi bo'lib qoladi. Chunki gunohlaring kafforat bo'ladi u musibat bilan. Mehnatlar rohatga aylanib qoladi. Hodisalar esa mukofotga aylanadi.
inson dunyoda yashar ekan, ustiga yaxshi kun keladi, yomon kun keladi. Bu Allohning taqdiri. Astagfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Albatta sizlarni sinaymiz deyapti Alloh taolo. Xavf va xatar bilan, qo'rquv bilan, ochlik bilan, moliylarga, joniylarga bir talofat yetkazishlik bilan, meva-chevalarni kamaytirishlik bilan imtihon qilamiz. Imtihon uchun keladi shu narsa yozilgan. Shunda allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biror musibat kelganda, yozilgan musibat keldi peshonasiga, yozilgan musibat tushdi ustiga. Shunda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta Allohning huzuriga qaytamiz deydigan sobirlarga xushxabar bering. Mana musibat sizga foyda bo'lib qoladi. Ustingizga kelgan musibat foydangizga aylanadi. Chunki musibat kelganda Allohning taqdiri, Allohga qaytib boramiz, alhamdulillah degan bandaga shu musibatning orqasidan savob bor. O'shuning uchun aytildi, musibatlar senga hadiya bo'lib qoladi deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mo'minning ishi ajoyibdir. Hamma ishi uning foydasiga. Yaxshilik taqdir qilingan bo'lsa, ustiga yaxshilik kelsa, shukr keltiradi, savob oladi. Musibat kelsa, rozi bo'lib sabr qiladi, yana savob oladi. Mo'minning ishi ajablanarli. Ustiga kelgan yaxshilik ham uning foydasi, ustiga kelgan musibat ham uning foydasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Abdulloh ibn Abbosni yosh bola ekan, ulog'iga uchqashtirib olib turib qilayotgan nasihatini ko'ring. 10-12 yashar bolaga Rasulullohning berayotgan ta'limini ko'ring. Ya'ni mana shu yoshda inson dunyoqarashi shakllanadi-da. Siz uyingizda qaysi tushuncha, qaysi tasavvur bilan yashayotgan bo'lsangiz, bolangizda ham shu tasavvur bo'ladi. Rasululloh aytibdilar-ki, "Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat." Ey bola, dedilar Rasululloh, men senga bir necha kalimalarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, u zot seni saqlaydi. Allohning buyruqlarini bajar, Allohning hukmini saqla, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqla, uni qarshingda topasan. Ya'ni bir muammoga kelsang, Alloh ro'barangda bo'ladi, yordam beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, agar ko'mak tilasang, Allohdan tila. Bilginki, butun ummat yig'ilib senga biror zarar yetkazmoqchi bo'lsa, Alloh yozganidan ortiqcha zarar yetkazish olmaydi. Butun ummat yig'ilib senga foyda keltiramiz deysa, Alloh yozganidan ortiqcha foyda keltirish olmaydi. Chunki rufiyatil aqlam va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan. Alloh yozganicha qiladi, zararni ham, Alloh yozganicha qiladi, foydani ham. O'shuning uchun mo'min odamda bir narsa va'da qilib ishontirsa xursand bo'lib ketmaydi. Biror narsani aytib qo'rqsa vahimaga tushib ketmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi deydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurib bo'lgan. Yana bir rivoyatda aytadilar Rasululloh, "Va alam annama axtoka lam yakun liyusibka." Bilginki, seni nima chetlab o'tgan bo'lsa, senga tegishi yo'q edi taqdirda. Va senga nima kelgan bo'lsa qo'lingga, shu narsani kelmasligi yo'q edi taqdirda. Peshonangga yozilganmi? Albatta keladi. Peshonangga yozilmaganmi? Kelmaydi. Senga yozilgan narsa xato ketmas. Xato ketdimi, demak u senga emas. Qaytarib beraymi? Senga yozilgan narsa xato ketmas, qo'lingga keladi. Endi xato ketdimi, demak seniki emas-da u. Ma'qulmi? Rasululloh Abu Hurayra roziyallohu anhuga aytdilarki, "Ey Abu Hurayra, qalam sen yo'liqadigan narsalarni yozib, qurib ham bo'ldi." Tamom. Yana aytadilar Rasululloh, "Ihris ala ma yanfauk." Senga foydali bo'lgan narsalarga intilgin. Allohdan yordam so'ragin, ojiz qolmagin. Undoq qilganimda unday bo'lardi, bundoq qilganimda bunday bo'lardi demagin. Balki bu bo'lgandan keyin shu ish. Bu Allohning taqdiri, Alloh o'zini xohlaganini qildi deb qo'ygan. Bo'ldi, qalbing xotirjam. Zo'rda buchi. Yutkizdingiz, 5 o'torga yutkizib qo'ydingiz.
10 sekund qolganda gol qo'yib yubordingiz. Bo'lmasam joningizni jabborga olib yugurdingiz, yeldingiz, himoyaga o'tdingiz, hujumga o'tdingiz, hamma sababni qildingiz, yutkazib qo'ydingiz. Bitta gol yetmay qoldi. Endi chiqib olib turib bir-birimiz bilan nima qilmasligimiz kerak? Endi o'sha qazo qadarga iymon keltirgan odam bilan futbol o'ynasang ham maza qilasan. Demak nima bo'lmagan ekan? Raketga ham qo'limdan tushib ketdi-da, oyog'im tiyilib siyg'alan. O'sha oyog'ingni siyg'alantirib olgan kim oxirgi udarni qilayotganingda? Alloh. Qo'lingdan nimaga tushib ketdi? Bugun yutkazishing kerak edi. Bo'ldi, rozi bo'l. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh bandasiga taqdir qilgan narsa banda uchun yaxshilikdir. U taqdir sizning nazaringizda yaxshiga o'xshayaptimi, yomonga o'xshayaptimi, farqi yo'q. Sizga shu narsa taqdir qilindimi, shu narsa sizga yaxshi. Misol, Muso va Xizr alayhissalom ularning qissasiga murojaat qilsak, 12-15 ga kirgan yosh bola o'ynayotgandi. Xizr alayhissalom shunday bordi-da, shunday so'yib o'ldirib qo'ydi. Ota-onasi musibat deb bildi. Musibat. Yomon bo'ldi deb o'ylayapti. Yo'q. Bu qissaning nihoyasida Xizr alayhissalom nimaga o'ldirganligini aytdi. Bu Allohning buyrug'i edi. Nima uchun qatl qilindi? Bu bola katta bo'lganida shirkka, kufrga, ma'siyatga kirib ketib, ota-onasini ham kofir bo'lishiga sabab bo'lib qolar edi. Shuning uchun Alloh taolo olib qo'ydi, o'rniga solih farzandni berdi. Tushunyapsizmi? Sizning ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasangiz ham shu holat, desangiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Yaxshi ham o'sha reysga ulgurmaganim, samolyot qo'nmabdi deysiz. Ungacha siqilib, probkada bo'g'ilib, qizilga yurib, shu xullas baqir-chaqir qilib keluvdingiz, ulgurmadingiz. Uchib ketdi samolyot. Moncha puldan qoldim dedingiz, keyin bilsiz samolyot qo'nmabdi. Tahqiq Alloh azza va jalla bir mo'min bandaga musibatni taqdir qiladi, mo'min xafa bo'ladi. Lekin mana shu musibatning orqasida qancha bir yaxshiliklar borligini va qancha yomonliklardan to'silishligini bilmaydi-da. Xizr alayhissalom kemani teshib qo'ydi. Qaytamiz shu qissaga yana. Kemani teshib qo'ydi. Kemani egasi narigi sohilga borguncha bir balo qilib cho'kib ketgudek bo'lib yetib bordi. Kema teshilganida kemachi nima dedi? Yomon bo'ldi. Kemam talofat ko'rdi. Endi chiqim bo'ldi. Mash safarga topgan pulimni nima qilaman? Kemaga sarflayman deb yomon bo'ldi deb turuvdi, asli yaxshi bo'lib chiqdi. Narigi tomondagi, dengizni narigi sohilidagi podshoh kelgan hamma butun kemalarni shat tortib qo'yatuvdi. Demak, mo'minsan, senga Alloh nimani taqdir qilgan bo'lsa, bilginki bu sen uchun yaxshi. Ko'nglingga yoqadigan ish bo'lsa ham, ko'nglingga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Allohning senga qilgan taqdiri sen uchun yaxshi. Muhammad Ali kim u? 20-asrning eng ulug' sportchisi deyiladi. Shaxsiyati bir kuchli bo'lgan odam. O'zini davrida kuch-quvvatiga to'lgan paytida, o'zini karyerasini cho'qqisiga yetgan paytda nima degan? Men eng buyukman degan. Men eng buyukman dedi. Keyin Alloh taolo bir dard berdi unga. Bilasizlar. Shu odam harakatlanish qiyin bo'lib qoldi. Qaltirab qoldi qo'llari. Keyinchalik umrining oxiriga borganda gapirishi ham qiyin bo'lib qoldi. O'sha vaqtga kelib turib aytadiki, qarang, 20-asrda eng zo'r sportchisi, juda ham aqlli, xushli, ongli odam bo'lgan. Intervyularni qaranglar-da. Ajoyib bir aql egasi bo'lgan. Islomda qabul qilib musulmon bo'lgan. Ismini o'zgartirgan, o'zi Cassius Clay bo'lgan o'zi ismi. Lekin islomda qabul qilgandan keyin Muhammad Ali deb o'zgartirgan ismini. Shu Muhammad Ali aytadi: "Meni hayotimda sodir bo'lgan hodisalarning eng yaxshisi mana shu kasallik. U chempion bo'lganim, eng zo'r sportchi bo'lganim emas. Shu kasal bo'lganim men uchun eng katta yaxshilik bo'ldi. Agar u kasallik bo'lmaganida men o'zimni men eng buyukman deb o'tib ketar edim. Bu esa shirk edi ekan. Bu esa shirk edi ekan. Alloh meni o'tkazib qo'ydi. Men buyuk emas ekanman."
Demak, birodar, o'sha kasal bo'lgan paytda shu musulmon bandasi uchun foydasiga bo'ptimi oqibati? Shuning uchun siz ustingizga kelgan qazo qadarning makruhi, qalbingizga yoqmaydigan narsa ish bo'lgan payt, shunday holat kelgan paytda rozi bo'lib qo'ying. Endi qayoqqa ham borasiz rozi bo'lmay. Rozi bo'lsangiz ajr olasiz, savob olasiz. O'sha kun norozi bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz yana o'sha kun. Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum deydi Alloh taolo. Zotan sizlar o'zingizlar uchun yaxshi bo'lgan narsani yomon ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. O'zingizlarga yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi deyapti. Tushunyapsizlarmi mavzuni, birodarlar? Nima haqida gap ketyapti? Qazoy qadarga rozi bo'lish kerak. Rasululloh aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu." Alloh kimga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni musibatlarga duchor qilib qo'yadi. Chunki ana shu musibatlar uni agar rozi bo'lib, sabr qilib, shukr keltirsa, gunohlarini o'chiradi yoki bo'lmasam darajasi ko'tariladi. Bankrot bo'lding, uyingga o't tushdi, molingni tortib ketishdi. Shunga o'xshagan yoqmaydigan ish keldimi? Demak, yozib qo'yilgan edi ekan. O'zi pulni unga bermasam bo'lardi ekan. O'zi nadiyojli emas edi. Yo'q, nariginga berganda ham ketar edi. O'zi o'sha kuni so'm qilib qo'ymagan ekanman. 107 ga chiqdimi? Ayrim odamlar uxlamadi. Tappati yana 79 so'm 50 tiyinga tushdi, endi past tushgani. Voy birodar, xotirjam bo'l, xotirjam bo'l. Shu yozilgan ekanda, endi nima qilasan endi? Demak, Allohning ixtiyori shunday bo'ldi. Rozi bo'lsang ajr bor, gunohlarga kafforat bo'ladi. Shuning uchun beruvchi va oluvchi bo'lgan Alloh taoloning o'zi, ana shu Alloh taolodan rozi bo'lgan, taqdiridan rozi bo'lgan musibat egalariga qilgan sabrlar uchun Allohning rahmati bo'lsin. Qoida: qadarga rozi bo'lgan odam hargiz xarob bo'lmaydi. Shuni ham yozib olinglar qalbingizda bir chekasiga. Allohning taqdiriga, qazosiga rozi bo'lgan odam hech qachon xarob bo'lmaydi. Chunki shu pul yo'q edi, o'sha pulini yarmi ketdi. 10 yil burun, 20 yil burun yo'q edi shu pul. Yarmini oldi Alloh, yarmini qo'yib qo'ydi-yu. Alloh beruvdi, Alloh oldi deydi-da. Endi o'sha katta pulni yo'qotganlarga haqiqatan Allohning rahmati bo'lsin. Agar sabr qilsa, rozi qilsa. Chunki peshanangga yozganda shuni bo'lar, nima qilasan endi? Qayerga borasan endi? Chunki Alloh qilgan ish haqida hech kimga hisobot bermaydi, balki bandalar hisobot beradi. Bilib ol birodar, aniq bilginki birodar, qazoy qadarga iymon keltirmas ekansan, hech qachon qalbing xotirjam bo'lmaydi. Qazoy qadarga iymon keltirmas ekansan, hech qachon qalbing xotirjam bo'lmaydi. Nafsing orom olmaydi, asablaring tinchimaydi, shaytoniy vasvasalar tugamaydi. Kim aytgani bo'ladi? Kim aytgani bo'ldi? Alloh aytgani bo'ldi. Chunki qalam ko'tarildi, sahifalar quradi. Shuning uchun yiqilib ketishi aniq bo'lib turgan devorni ushlab qolaman deb o'ylama. Sen suvni oqishidan, shamolni esishidan, shishani sinishdan saqlab qolish imkoniyatim bor edi deb o'zingni g'amga tiqma. Chunki sindimi, demak sinish kerak edi. Burning yerga ishqalansa ham, dod desang ham shunday bo'lish kerak edi, bo'ldi. Qazo albatta amalga oshadi. Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Kim xohlasa iymon keltirsin deyapti Alloh, kim xohlasa bunga kofir bo'lsin. Allohning yeri keng, ammo qazoy qadar kelib qolsa, osmonlar ham torlik qilib qoladi. Allohning yeri keng. Bu yerda musibat bo'layotgan bo'lsa, boshqa joyga borsangiz qutulishingiz mumkin. Bu sabab xolos, lekin musibatni kelishi taqdiringizga yozgan bo'lsa, osmonlar ham torlik qilib qoladi. Kimda kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning qadariga rozi bo'lsa, tahqiq iymonini qoyim qilibdi va ikkala qo'li bilan ikkala oyog'ini yaxshi amallarga bo'shatib qo'yibdi. G'azab, ohvohlar, shikoyatlar to'lqiniga duchor bo'lmasingdan avval taqdirga rozi bo'l, birodar. Alloh yozgandan oshchasi bo'lmaydi deb ishongin. Afsus nadomatga botib qolmasdan avval qazoni tan ol.
Savol. Kim xotirjam yashaydi bu dunyoda? Qazoy qadarga taslim bo'lgan va undan rozi bo'lgan odamlar. Bu ham qoida. Kim xotirjam yashar ekan? Taqdirga rozi bo'lgan, qazoy qadarga taslim bo'lgan odam. Sen ustingga senga yoqmaydigan ish kelmasligi uchun nima sabablarni qilish kerak bo'lsa qilding. Hamma hiyla choralarni amalga oshirding. Lekin shunda ham keldimi? Demak, taqdir ekan. Hikmat qachoniki Alloh o'zining amrini, qadarini yuzaga chiqarishni istasa, o'sha vaqtda, o'sha lahzada aql egalarining aqlini olib qo'yadi. Nima degani bu? 30 yildan beri mashina purishlik qiladi birov. Shu ishni piri bo'lib ketgan. Endi bizning tilda yeb qoladigan kuni keldi. Zararga kiradigan kuni keldi. Qarab turib, kupa-tuzni bag'rayib, ko'zi bo'langan mashina olib turibdi-da. Bo'lmasam qancha odamlarda shunaqa bir kuyib qolmasligiga sabab bo'lgan, ko'rsatgan, bir qarab ajratadigan odam, lekin o'ziga kelganda kuydi-da. Endi nima deyish kerak? Demak, Alloh taolo bugun kuyishimizni yozgan ekan. Tushunyapsizmi? Bir kun keladida o'zi shu pachaq mashinaga to'g'ri kelib qoladi. Demak, Alloh o'zining qadarini amalga oshirishlikni xohlagan payt kelganda, aqlli odamlarda aqllarini o'chirib qo'yadi aqlini. Yana qadar kelib qolganda, qazo kelib qolganda, hikmat ko'zini to'sib qo'yadi. Hozir gapda aytadi shagirdiga. Do'kondor shagird oldi aytadi. 20 yillik do'konda ishlash tajribasi bor. Shagirdga aytadiki, ko'chadan birov bir narsa ko'tarib kelsa, olma deydi. Chunki o'g'irlangan bo'lishi mumkin deydi. Birov bir tuzoq qo'ygan bo'lishi mumkin deydi. Deydi-da, bir kun keladi o'zi shunaqaga tushib qoladi. Chunki Alloh taolo bugun shu ishni amalga oshirishligini, shu ishni ro'yobga chiqishligini xohlagan ekan, tamom. Ko'rib turib, bahrayib turib, qoqilib turaverasiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza va kaza." Agar senga biror narsa yetsa, ya'ni bir musibatga o'xshagan narsa yetsa, agar men undoq qilganimda undoq bo'lar edi, bundoq qilganimda undoq bo'lardi demagin. Buning o'rniga bu bo'lgan ish Allohning qadari, Alloh o'zi xohlagan ishni qildi degin. Albatta, agar so'zi shaytonni amalini ochib yuboradi. Shuning uchun bo'p oldimi? Tamom, yop bu papkani. Xulosasini ol, tajribasini ol. Bundan keyin senga dars bo'lsin shu ish, lekin andoq-bandoq agar degan gapni gapirma. Endi qora kalaringga quloq solsang, o'tiraverish kerakmi, peshana yozgan bo'ladi deb deyishadi. Birodar, sen bizni tushunmabsan. Qadarga bo'lgan iymon seni taqdirni kutib uxla demaydi. Qazoy qadarga bo'lgan iymon seni hech narsa qilmasdan o'tirib ol demaydi. Balki o'rningdan turganda taqdiring qanaqa ekanligini kashf qil deydi. Nima degani? Sen xohlayotgan natijaga sabab bo'ladigan ishni qil degani. Modomiki nima kelishini bilmaysanmi? Zo'r bo'lishiga shu keladigan narsani hamma sababni qilasan, shundan keyin nima deysan, nima bo'lsa ham taslim bo'lasan. Demak, Alloh shuni xohlagan ekan. Yana bir ajib narsa, futbol o'ynab yutib oldingiz. Bu yoqqa chiqib olib turib, lekin o'zingizni zaslugalarni aytishni boshlaysiz. O'sha yerda vaqtida pas berdim-da, o'shuning uchun gol urding. Ko'rdingmi fintni? Bitta zamaq bilan ikkitasini uxlatib, senga berdim, pustoverda gol urding. Inson yutuqqa erishganda men undoq qiluvdim, mundoq qiluvdim deydi. Ammo mag'lubiyatga uchrab qolganda esa taqdir ekan deb sukut qilib turadi. Rosa tushdimi? Yaxshilik bo'lsa men qildim deydi. Agar yomonlik bo'lib qolsa taqdirga to'ngaydi. Shuning uchun birodar, insof qil. Yaxshilik bo'lganda ham nima deb qo'yaver? Taqdir deb qo'yaver. Qarangda, bu darslar siz bilan biz uchun ikkita narsamizni tuzatadi. Nimani tuzatadi? O'lchov tushunchani, tasavvurni, bizning tilda понятияларni o'zgartiradi. Bizga g'arbdan, sharqdan har xil понятиялар kelib, unday qilsang zo'r bo'ladi, bunday qilsang zo'r bo'ladi deb hamma o'zini nimasini o'rgatyapti bizga, ta'limotini. Bizga dinimiz ta'lim bersin. Agar shu tasavvur bilan yashasak, va ishoninglar, psix bo'lmaymiz. Nervli bo'lmaymiz, sahr bo'lmaymiz, davleni bo'lmaymiz.
Shuni o'tkazib yuboramiz. Bo'ldi, ketdi, nima qilamiz endi? Bo'ldi, tugadi. Ol ketman. Hada endi yana bir marta. Odamlar psixologlarga borishadi. Nima uchun? Maslahat olish uchun. Hayotga qanday qarash kerak? Ustingizga musibat kelsa qanday unutish kerak? Ularda ta'sirdan qutulish uchun nima qilish kerak? O'tmishdagi muammolarimiz uchun, kelajakdan qo'rqmaslik uchun nima qilish kerak? Endi u psixologlar maslahat beradi. Musulmon odam nima qiladi? Bir musulmon tabibning oldiga bir odam kelib shunga o'xshagan narsani so'radi. Boyaga tabib musulmon edi-da, aytdiki, hayotda sodir bo'ladigan hamma narsaning taqdiri hali ularni Alloh yaratmay turib 50 ming yil avval yozib qo'yilgan. Tamom. Mana psixolog. Ha birodar, taqdiring hali osmon yer yaralmay turib 50 ming yil avval bitib qo'yilgan. Tamom. Shayx Ali Tantoviy rahimahulloh shunday deydi. Odamlar bilan to'ldir avtobus yo'lda ketyapti. Shahardan chiqqan avtobus haydovchisi u yoqqa bu yoqqa qaradida, yo'lda hech kim yo'q. Ozgina yurib turib to'xtadi. Hech kim ko'rinmayapti. Odamlar nimaga to'xtadingiz dedi. Uni oqsoqolda olaylik dedi. Qarashuvdi hech kim yo'q. Qaysi oqsoqolda hech kim yo'q desa, hozir qo'lini ko'tarib to'xtanglar, meni olib ketinglar dedi-yu, ana kelyapti dedi. Odamlar ko'rmadimmikin deb turib shunday qarovdi, hech kim yo'q. Haydovchiga qarasa, omonatni topshirib qo'yibdi. Demak, shu haydovchini ajali yetib kelgan, ammo avtobusdagilarda ajali yetgani yo'q hali. Alloh taoloning hikmatini ko'ringki, chiroyli qilib to'xtatib, avtobusni rushnoyini torttirib, xotirjam qilib qo'yib turib, jonini oldi. Haydovchining ajali yetgan edi, ammo passajirlarniki emas, chekiga to'xtadi. Alloh taolo aytadi: "Likulli ummatin ajal." Har bir millat, avlod uchun belgilangan ajal bor. Qachon ajallari yetsa, uni biror soat ketga ham so'ra olmaydilar, ilgari ham qila olmaydilar. Xotirjam bo'l birodar. Rizqing bormi? Yashaysan. Faqatgina taqdirdagi narsa bo'ladi. Ko'pi ham emas, ozi ham emas. Xulosa, seni boshingga tushgan narsa tushib bo'ldimi? Tamom. Demak, tushish kerak edi ekan. Seni qo'lingga bir narsa kelmasdan chiqib ketdi. Chiqib ketdimi? Tamom. Demak, qo'lingga kelishi yo'q edi ekan. Agar mana shunday aqida, ishonch, e'tiqod seni qalbingda mustahkam o'rnashsa, seni tub-tubingda mana shu tasavvur, mana shunday tushuncha mahkam o'rnagan bo'lsa, hayotda bo'layotgan hamma musibatlar sen uchun hadiya bo'lib qoladi. Mehnatlar rohatga aylanadi, hodisalar esa fikr qilib ko'rganda birodar, faqat jiddiy fikr qil. Jiddiy o'ylan. Kallangni band qilib turgan hamma narsani bir chekkaga surib tashla. Haqqing bor, esdan chiqar, qarzing bor, uni ham uni, darding bor, xullas hal bo'lmayotgan muammolar, kallangni band qilib turgan hammasini bir chekkaga surib qo'yib jiddiy fikr qil. Quloq sol, fikr qil. Shunda agar jiddiy fikr qilsang, shukr qilishdan boshqa choraning yo'qligini tushunasan. Shunda qanchalar noshukur ekanligingni ko'rasan. Ustingdagi ne'matlarga qara birodar. Alloh taolo senga ato qilgan ne'matlarga bir qara. Astagfirullah va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar deyapti Robbimiz subhanahu va taolo, ustinglardagi ne'matlarni sanasanglar, adog'iga yeta olmaysizlar. Ular sen bilan meni ustimda turibdi birodar. Seni ustingda ham, ostingda ham, o'ngingda ham, so'lingda ham o'rab turibdi. Va asbagha ni'amahu va asbagha alaykum ni'amahu zohiratan va botina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy ne'matlarni komil qilib berdi. Zohiriy va botiniy degani moddiy, ma'naviy, ko'rinayotgan, ko'rinmayotgan ne'matlar. Tanangni sog'ligi, vataningni tinchligi, yemoq-ichmog'ingni borligi, usti-boshingni ustingda turganligi. Butun dunyoda xayriyati qo'lingda turibdi, ammo buni ko'rmaysan. Hayoting qo'lingda, ammo buni qadriga yetmaysan. Aytdik-ku darsimizda. Bu darslar siz bilan biz mana bu o'lchov va tushunchamizni tuzatadi. Hayotga qarashimizni tuzatadi. Endi hayotga qarashimiz, o'lchov tushunchamiz tuzalgandan keyin hammamiz baxtli ekanligimizni tushunamiz. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi va indahu quta yawmihi ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha."
Kim deyaptilar Rasululloh. Qaranglar, mana Rasulullohning o'lchovida, shariatning o'lchovida kim eng baxtli odam? Kim eng boy odam? Rasululloh aytibdilar. Kim qalbi xotirjam bo'lib, badani ofiyatda bo'lib, bir kunlik taomi bor bo'lib, tong ottirgan bo'lsa, go'yo u uchun dunyo keng bo'libdi. Demak, birinchisi, yurti tinch, boshida tomi bor, tani sog', bir kunlik ovqati bo'lsa, eng boy, eng xotirjam odam shu deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Shu o'tirganlarning ichida deyarli hammamizda mana shu narsa bor. Yurtingiz tinch, taningiz sog', bir kunlik ovqatingiz bor. Yo'qmi yo? Bora? Rasululloh aytibdilar, eng boy odam shu. Eng baxtli odam shu. Sezamizmi shu baxtimiz borligini? O'sha baxtli ekanmiz, yurtimiz tinch, tanimiz sog', ustimiz but. Ammo biz bu narsalarda qadriga yetmaymiz, birodarlar. Qalbi xotirjam, o'zini uyida, qavmin orasida, tani sog', bir kunlik ovqati bor, dunyodagi eng baxtli odam mana shu deyapti payg'ambarimiz. Birodar, ikki ko'zing ko'rib turibdi, tiling gapirib turibdi, lablaring qimirlab turibdi, ikki qo'ling ushab, ikki tog'ing bosib turibdi. Yutganing tomog'ingni o'tyapti, qorningga tushgani hazm bo'lib, oshiqchasi chiqib ketyapti. Ne'matmi bu? Fabi ayyi ala'i robbikuma tukazziban. Bas, ey insonlar va jinlar, Parvardigoringizni qaysi ne'matlarni yolg'on deya olasizlar? Bir baxtsiz hodisa sababli shol bo'lib qolgan boladan orzular haqida so'ralyapti. Televizorda ko'rsatyapti. Yosh bo'lgan, sho'x bo'lgan, ibodatdan uzoq bo'lgan, ota-onaga bir mehribon bo'lmagan, xullas baxtsiz hodisaga tushdi-da, shol bo'lib qoldi. Qimirlamaydi, o'tiradi aravada, faqat kallasi qimirlaydi, tili jag'i ishlaydi. Orzularing haqida aytib ber. Orzusini qarang. Qo'lim bilan Qur'onni ochib o'qisam. Biron bir hayit bayramida uyimga o'zim oyog'im bilan yurib kelib, onamni quchoqlab, hayit bilan tabriklab peshonasidan o'psam. Agar Alloh qodir qilsa, bir marta sajda qilsam. Bu uchala niyati, orzusi baxt ekanligini bu yigit qachon bildi? Mana shu narsalardan mahrum bo'lgandan keyin. Bizda bormi shu ne'matlar? Ikkita oyog'ing bilan yurishing hazakamishmi, birodar? Shol bo'lgan odamlarga qaramaysanmi? Ikkala qo'ling bilan xohlagan ishini qilayotganliging ne'matligini his qilasanmi? Ikkala qo'li kesilgan odamni ko'rganmisan? Ikkala qo'li kesilgan odam kiyim kiyishini bir o'ylab ko'rmaymizmi? Bir qo'li bor odam oyoq kiyimini qana qilib ipini boylaydi, qana qilib kiyimini kiyadi. Ikkala qo'li yo'q odam hojatga kirganda kirib qanday qozoy hojat qilib chiqadi? O'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Ha, tishimiz og'rib kechasi bilan uxlamaganimizda, huzur halovatimizni yo'qotganimizda, ha, tunam uzoq bo'lar ekan, qara. Sen bir uxlab o'tkazib yuborarding shu narsani. Bir uxlab 6 soat, 8 soat maza qilar eding, faqat ne'matligini bilmas eding. Birodar, ko'zing uyquga ketib, to'yib uyg'onishing arzimagan narsa deb o'ylaysanmi? Qancha odamlar bor uyqusi yo'q. Alloh taolo aytayapti: "Va ja'alna nawmakum subata." Uyqularingizni badanlaringizga va asablaringizga orom qilib berdik deydi. 3 kun uxlamangda nima bo'lasiz? Bir kun uxlamangda ishga bormaysiz o'sha kuni. Ha desa, men kechqurun uxlamadim deysiz. Hajda ekanmiz, Muzdalifada bir oqsoqol yig'layapti. Muzdalifada tunadik, tong otganda bir oqsoqol yig'layapti. Sababi so'ralganda aytayaptiki, to'yib, qotib uxlamaganimga 20 yil bo'luvdi. Uxlaydi 5 minut uyg'onib ketaveradi. Uxlaydi 15 minut uyg'onib ketaveradi. Shunaqa kasalga chalingan odam Muzdalifada Allohning mehmoni ertalabgacha qotib uxlab, xursand bo'lganidan yig'layapti. Fikr qilinglar, birodarlar. Shukr qilinglar. Fikr qil, shunda shukr qilmay ilojing yo'q. Ko'ngling kusagan taomni istagancha yeyapsan. Ko'zingni quvontirgan ichimlikni xohlagancha ichyapsan. Qancha odamlar bor, bir dard yetgan tabib ko'rsatgan ovqatdan oshchasini yeolmaydi. Nima saqlaydi? Dieta saqlaydi. Parhez. O'sha bir ko'rgan birodarlarimiz aytib bergan edi.
juda ham badavlat odam deydi. Uyda bular ustalar ishlagan. Ustalarga juda ham chiroyli bir oziq-ovqatlarni qilib beradi. Ovqatlarni zo'rin tayyorlab beradi ustalarga. Ammo o'zi suvga qattiq nonni uyutib, shumib ishlab o'tiribdi deydi. Sabab Alloh bir dard bergan, shu qattiq nondan boshqa narsa o'tmaydi tomog'idan. Qulog'ing haqida fikr qilib ko'r, birodar. Alloh seni karlikdan saqladi. Suvni sharqirab oqishini eshitasan. Yomg'irni tomchilari daraxtni barglari gulab shitirayotganligini eshitasan. Ne'matmi, ne'mat emasmi? Birodarlar, ne'matga to'lib turibmiz. Shuning uchun saodatning birinchi sharti fikr qil, shukr qil. Chunki rostmona fikr qiladigan bo'lsang, shukr qilishdan boshqa chorang yo'q. Bir inson farzandli bo'ldi. Shu farzandining ovozini eshitishlik ne'matmi? Birinchi aytayotgan so'zlarini eshitishlik ne'matmi? Qur'on tilovatini eshitishlik ne'matmi? Ne'matmi? Ko'zingni ko'rishi, bu nima? Ne'mat emasmi? Er-xotin ikkalasining ko'zi ojiz. Alloh bir imkon berib, ayolini operatsiya qildirib, bitta ko'zi sal xira ko'rishni boshlaydi. 20 yil turmush qilgan, erini ko'rmagan. Endi ko'zi ochilganda xira ko'rishni boshlab, ana dadasi ko'ryapman sizni. Ana ko'ryapman sizni deb xursand bo'lyapti. Uyini ko'radi, farzandini ko'radi. Xirolar bo'lsa ham ko'radigan bo'ldi. Qarang, ana shu xira ko'rayotgan bitta ko'zi bilan erini ko'rib qanchalar quvonyapti. Senchi birodar, nimalardan shikoyat qilib yuribsan? Nimalarda aytib ming'ilab yuribsan? Fikr qil, shukr qil. Teringni tiniq, silliqligini ko'r. Alloh taolo uni pesdan boshqa teri kasalliklardan saqlab qo'ydi. Birodarlar, bilasizlarmi, allergiya degan kasal bor. Teri allergiyasi. Kimidir terisi issiq allergiyasi bor. Bir narsa toshib ketadi issiqqa chiqsa. Kimidir terisi sovuq allergiyasi bor. Sovunga tegsa, atir tegsa yoki allergiya bo'lib ketadi. Yana suvga allergiyasi bor odamlar ham bor ekan, birodarlar. Terisiga suv tegsa allergiya qo'zib ketadi. Bu qanaqa qilib yuvinadi demaysizmi? Qanaqa qilib tozalanadi demaysizmi? Birodarlar, fikr qilaylik-da. Bizdan boy, bizdan baxtli, bizdan saodatli odam yo'q. Faqat buni biz bilmaymiz, chunki fikr qilmaymiz. Alloh taolo senga birodar aql degan ne'matni ato qildi. Jinni qilib qo'ymadi, es pas qilmadi. Bu ham ne'matmi? Ruhiy xasta odamlar kasalxonasi. Borib ko'ring-da. Qarasangiz, jasadi, shakli tuppa-tuzuk odamlar. Ko'rsang es pas demaysan, lekin Alloh taolo mana shu esini pas qilib qo'ygan. Nima? Alloh qodir emasmidi uni esini o'rnida qilib qo'yishlikka? Qodir edi. Lekin sinov uchun shunday qildi. Sen bo'lsa pul yo'q deb yuribsan. Qancha pul bo'lsa yetadi deb o'ylaysan, birodar? Qancha bo'lsa yetadi? Rasululloh aytganlar, insonga bir vodiy oltin berilsa, yana bir vodiyni orzu qiladi. Insonni ko'zini tuproq to'lg'izadi. Pul deysan, birodar. Endi eshitib tur. Ikki ko'zingni o'yib berasan, Uhud tog'idek keladigan oltin beriladi. Rozimisan? Ikki quloqini kesib olishadi, Tuhoma tog'laridek kumushlar seniki bo'ladi. Nima deysan? Tilingni berasan, soqov bo'lasan, ammo Zahro qasrlari seniki bo'ladi. Ko'nasanmi? Ikkita qo'lingni uzib berasan, istagan yoqut marjonlarni olasan. Bu taklifga nima deysan? Sen eng afzal, eng go'zal va eng komil ne'matlar ichidasan, ammo uni bilmaysan, ko'rmaysan. Bir olim bir shifoxonaga bordi. Ichki a'zolarni ko'chiradigan, jigar, buyrak, yurak shunga o'xshagan a'zolarni ko'chiradigan shifoxona. Kirdi, ana shu shifoxonaning xizmatlarini narxlarni qator ko'rib turib hayron qoldi. Buyrak almashtirishlik paloncha, yurak almashtirish paloncha, stent qo'yish paloncha, ularni ko'rib turib, tashqariga chiqib turib, aytdiki, ichki dunyoyimga qarasam, men ancha boy odam ekanman dedi. Ichki dunyoyimga qarasam, ichki a'zolarimga qarasam, juda ham boy ekanman dedi. Ajib. Odam bolasi bor narsasini ko'rmaydi. Yo'q narsasini ko'raveradi. Vaholanki bor narsasi yo'q narsasidan ko'ra ko'proq bo'ladi.
g'amga, qayg'uga, tashvishga siqilib botib yashaydi. Shuning uchun birodar, bor narsani ham ko'rishni o'rgan. Bor narsani ko'rishni o'rgan. Yurting tinch, taning sog', qorning to'q, qalbingda xavotir yo'q. Ichayotgan suving zilol, havoing toza, ofiyating turibdi, ammo bular ko'rinmaydi. Darsimiz avvalda aytdik. O'ylanib ko'raylik-da. Faqat jiddiy o'ylanaylik. Hamma narsani bir chekkaga surib qo'yib turib o'ylanib ko'raylik-da. Shunda fikr qilsak, shukr qilmasdan boshqa imkoniyatimiz yo'qligini ko'ramiz. Dunyoni saodatlari kaliti qo'limizda turibdi, ammo 3-4 chaqamiz yo'qligidan shikoyat qilyapmiz. Salaf solihinlardan biri mana shunday ne'matlarga ko'milib turgan odamni ko'rib turib aytdiki, senda ko'p ne'matlarni ko'ryapman. Alloh ne'mat bilan seni siylagan ekan. Endi u ne'matlarni shukr bilan bog'lab qo'ygin dedi. Nima bilan bog'lab qo'ygin? Shukr bilan. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matlarini sanasanglar, sanog'iga yeta olmaysizlar. Qoida. Fikr qilsang, shukr qilishga yo'l ochiladi. Shukr qilsang, ne'matlar ziyoda bo'lishiga yo'l ochiladi. Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum. Parvardigorimiz aytdiki, agar shukr keltirsanglar, ne'matimiz ziyoda qilib beraman. Endi shukr keltirishidan bizni nima to'siyapti? Ne'matlar haqida fikr qilmasligimiz. Qoida, fikr qilsang, shukr qilishga yo'l ochiladi. Shukr qilsang, ne'matlar ziyoda bo'lishiga yo'l ochiladi. Va fi anfusikum afala tubsirun. Allohning ne'matlari vujudlaringizda har bitta a'zolarda turibdi, axir ko'rmaysizlarmi? O'zing haqingda, oilang haqida, uying haqida, ishing, farzandlaring, ofiyating haqida fikr qil, birodar. Butun dunyo seniki bo'lib turibdi. Shuni ko'rgin, shuni anglagin, rozi bo'l, shukr qil. Ya'rifuna ni'matallohi thumma yunkirunaha. Ular Allohning ne'matini tanirlar va keyin uni inkor qilurlar. Demak, birodarlar, saodatning birinchi sababi fikr qil, shukr qil. Shukr qilsak ne'mat ko'payadi. Nonko'rlik qilsak ne'mat olib qo'yiladi. Shukr qilish uchun fikr qilish kerak. Astagfirullah. Va daraballohu masalan qaryatan kanat amina mutmainna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Alloh bir shaharni misol keltirur. U tinch, sokin shahar edi. Har tomondan rizq ro'zi bekami ko'z kelib turar edi. Fakafarat bi an'umillah fa'azaqaha Allohu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Bas ular ana shu shaharning aholisi Allohning ne'matlariga noshukrlik qilishganidan keyin Alloh bu shahar aholisiga shu qilgan hunarlari, qo'shtirnoq ichidagi hunarlari sababli ocharchilik va notinchlik balosini toptirib qo'ydi. Biz ustimizda turgan ne'matlarga qaraylik, fikr qilaylik, shukr qilmay ilojimiz qolmaydi. Shukr qilsak, ne'mat ziyoda bo'ladi.